bitta gap eshitib qoldim, o'sha kapshulli bola yuzini olmayman. Bugun yoqtirgan qizi erga tegib ketyapti ekan. Berishmagan bu bolaga. Bu hissi yaxshi tushunaman bu holatda. Usta bolalarni pasti yarmidan o'tgan, bu usta ekan. Bola chaqasini boqa olmaydi bu kasb bilan degan tushuncha borda hali odamlarda ham. Lekin unaqa emas. Toza mehnatkash bola. Qattiq mehnat qiladi. Kerak bo'lsa o'sha o'qiganlardan yaxshi pul topib qo'yadi, prosta ustalik uchun qizini berishmabdi. Hozir bu bolaning ichidan nima o'tayotganini men yaxshi bilaman. Singan bu bolaning yuragi hozir. Bu bola endi qattiq diliga tugadi-yu, endi portlatib yuboradi-yu pul topishni. O'sha baxtini topadi, bir kun baxtingni topasan ukam. O'sha yaxshi oilaning egasi bo'lib, yaxshi ish egasi bo'lib, mashinada o'tib ketasan, o'sha qizni oldidan signal chalib. Hammasi yaxshi bo'ladi ukam, siqilma. Yolg'on ekan yorim bevafo, yor bevafo, yolg'on ekan.